Ular 40 yil birga yashashdi. Har kuni ertalab u xotiniga choy damlab berardi. Ammo bir kuni tongda erkak choynakni stolga qo'ydi-yu, indamay derazaga qarab o'tiraverdi. Ayol xavotir olib, tinchlikmi deb so'radi. Erkak chuqur tin olib, senga bir gapni aytishim kerak. Men buni 40 yildan beri ichimda saqlayman, dedi. Ayolning yuragi qinidan chiqib ketayozdi. Nahotki hammasi tugasa? Xiyonatmi? Ajrimmi nima ekan u deb ayol ovozi titrab, men aslida qora choyni yomon ko'raman. Senga yoqqani uchun ichib kelganman, dedi erkak. Ayol ko'ziga yosh olib kulib yubordi. Jinni ekansiz-ku, men esa sizga yoqadi deb har kuni damlardim. O'zim ko'k choyni sog'inganman. Xulosa, ba'zan biz bir-birimizga yoqish uchun o'zimizni shunchalik yo'qotamizki, aslida ikkimiz ham bir narsani istayotganimizni sezmaymiz.